Bismillahirrohmanirrohim. Hozir qish mavsumi kirib kelganlik hisobiga svetlar o'chyapti. Mana bunday aqlli katyorlarimiz svet o'chsa o'chib qolmasligi uchun biz eng arzon yechimlardan birini qilib berganmiz. Samodelniy UPS akkumulyator qo'yib berganmiz. Mana hozir sinab ko'ramiz. Aver bor. Bitta liniya o'chdi, ikkiga o'tdi. Ikkinchi liniya ham o'chdi, avtomatik UPS ga o'tdi. Bu 1,5-2 soat ushlab beradi. Samodelniy UPSlar qo'yganda albatta relay напряжение qo'yish kerak. Sababi akkumulyatorda kuchi tugayotganda 120-130 bo'lib o'chish hisobiga ularning miyalari kuyib qolishi mumkin. Endi ikkinchi liniyani yoqamiz. Через stabilizator yondi. Ikkinchisi ham yondi.